100 xil kasb qilganimning bugun 5-si. Ya'ni men bugun zavod boshlig'i. Asli men bu zavodga ishlay deb kelgan. Nim bo'lib, loban bo'lib qolganligimni hozir bilasizlar. Ishligili kelgan, ishligili. Ma bala bilan ma kurashganmi bo'ldik. Onu bunda bu bala zavod boshlig'iga to'qa hamalim ketdi deb telefon qilganman bo'ldi. Zavod boshlig'iga kurashdik. Kurashib bo'lib yerimdagi xotinni bir appi qistirib qo'yay desam, putqo'lam titrab, xotinimni joyida tutolmay yerga tashlab bo'ldim. Azon onam bilan paranglashganmi bo'lib, ustishimga bir qur qolib o'tib, bu kostyumda qatirib ketdi. Ishlatqada menda kamitda bir loban bo'lib baqsimmi ya degan maslahatim bo'lib qoldi. Chiqanda meni onamni bino o'qib baqamsiz. Loban bo'libdimi? Ha. Oy, loban bo'lmasin ha. Anam dastlabda siqling ichida ishlasin deb yutdi. Loban bo'lmoqmi tez debdi. Bidamning olig'ida anam loban tarafga o'tib ketdi. Rasma lobanlik bo'lmoqmi tez. Loban bo'g'na balam ras. Loban bo'g'na balam umtaz. Uni ta'min etib baqqin. Shunda qilib bir kun zavod boshliq olmoqchi bo'ldim. Mavi ishxon tarafda ishlayotgan bolalarni bir yig'ib, lobanmi ikki qiz gapni qilib, emis to'g'a hamalimning gapini anglanglar. Bugun bir kun meni avar qilmanglar deb oldikayni qolamay ishim tugidi, men mangdim deb ketib bordi. Men bugun dam olay. Siz bersiz. Zavod qoldi. Bu lobanmi qattiq mertgan 150 odam bilan yo'g'on zavodni menga tashlab ketdi. Loban degan galastuk taqaytdi deb onam hammadamning galastuk so'rab chiqqanmi bo'ldi. Aypira yozirsiz. Ma'qul qildim. Bir kunlik lobanlik hayotim boshlandi. Loban bo'lash yaxshi ishga, ishxonada yetgan, ichgan hamma narsa nihoyat mo'lkin. Tamxasning paxtikini demsiz va yoki apparniki shutyon demsiz, hammasi bor ekan. Shuni bilan paxtakni qo'limga oldim. Echib bir ta'min tetib baqay, bakaliq narsa ekan deb yeptiman. Bu lobanning xuyi bilan mening xuyim o'xshamdi. Men amroq narsalardan tortib hammasi bor ekan. Divonninki dangosdan tortib, aynan o'zinglarni ko'rib baqanib qoldi. Uni yeymi, buni yeymi deb xillab tallab qilib qolisam, mayada divonniki vitamakis degan men amroq ichimlik turibdi. Mabisi qo'qoq ichimlik ekan. Ma divan zavodining yengida bozor solgan. Shuning bilan vitamakisni ichib qilib o'ltirdim. O'ltirsam, bizning katib bo'lgan qizlar kelibdi. Vali, men sizni zavod qapiray deb. Shunda xijillab ma'qul deb mangdim. Shunda qilib zavod mas'uli zavodni bir qator tushundirgan bo'ldi. Mavu biz amroq shupyan, ya'ni yangi qalamchisinki ishlab chiqilish jarayoni ekan. Barangi zavodidan chiqib, paxtak zavodiga kelib qoldik. Uni bunda pishlik tomoq vaqtim bo'ldi. Oshxonaga kelganmi bo'ldim. Odatda lobanlar bilan ishchi xizmatchilar bir oshxonada shu zavodning oshxonasida tomoq yetqash ekan. Tamoqni yeyib ishxon kelib, saybi uf deb o'ltiraysam, mafka jadvalni meni ko'tarib kelibdi. Aka, men balaning maosh jadvalida imzoni qo'yib bersangiz, men bir maoshni urib olsam deb. Hamma qo'limni uzamni bir qattiq o'tkazgan fursat kelibdi deb qalamni qo'limga olib imzo qo'yay deb bo'g'icha. Agar men maoshni taqasak, ham materialga pul yo'q, ham materialni bayramdan burun yuzitqashdi deb o'shning gapini qildi. İmza koyayım koymayım zadif qanmadim. Ham material ekey desem taqa. Agar men balaning maaşı taqasam, ham material ekeymikan? Ham material ekey desem, men balaning maaşı birsiz qolgan. Shunga hozir o'ylab baqsam, abay loban oldikayni qalamay ketgindimi? Shu meni cho'mchaqqa dastay deb o'ylabdi ekan. Shunda qilib lobanga telefon qildim. 离转至语音。 Abiya! Maaşını taqasak to'g'rimi, material kelsak to'g'rimi? Kallam baq qatdi. Sizlar menga bir maslahat ko'rsatib turinglar qollar. Maaşını taqasin deganlar 6 belgisi yo'llab turinglar. Mashu material kelsak o'tdi deganlar 8 belgisi yo'llab qo'yinglar. Ati nima shutqalar qiziqsanglar, basuratning aslida qo'shish belgisi va qo'shib qo'yinglar.